Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, assalomu alaykum azizlar. Bosh og'riqlari, oyoq og'riqlari, umurtqa pog'onasi og'riqlari sizlarni bezovta qilayotgan bo'lsa, Zulayho klinikasiga kelib bemalol o'zingizni ko'rsatishingiz mumkin. Tojikiston Respublikasi Istaravshan shahrida. Mana bu yer mana bemorlarni qabul qilib oladigan joy. Mana bu yerga kelasizlar. Mana kabineti. Mana bu yerlarga yangi apparatlarni olib kelganmiz. Bu udarniy volновая terapiya, mana bu ultrazvuk, ya'ni ultrazvukovая terapiya, bunisi vakuumli gradientniy terapiya. Bu esa visokointensivniy magnitoterapiya. Bundan tashqari elektroforez bor, limfodrenaj bor, fitobochka bor, serogen bor, kreslo massajyor bor va boshqa fizlechinalar bor. Bu yerda davolanib, dori-kollaringizni olib, fizlechinalarni sizga mumkin bo'ladigan fizlechinalarni olib, bemalol davolanishingiz mumkin bo'ladi. Sog' salomat bo'lasizlar.